Kunora yo'llarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari haqidagi xabarlar ko'ngilni xira qiladi. Sodir bo'layotgan avariyalarning tahlillari esa asosan qoidalarga amal qilmaslik, ayniqsa tezlikni oshirish oqibatida yuz berayotganini ko'rsatadi. Ayni kunlarda Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan aynan bir yil davomida muntazam qoida buzgan, hattoki 40-45 marotaba tezlikni oshirgani uchun jarima jazosi belgilangan haydovchilar bilan profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Surxondaryo viloyatidan respublikamizning olis manzillari tomon, masalan, Toshkent shahriga qarab aholiga xizmat ko'rsatish, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yengil avtomashina haydovchilarini bir yil davomida sodir etgan huquqbuzarliklari ko'zdan kechirilib, 5 va undan ortiq marotaba tezlikni oshirgan avtomobil yo'llarida xavfli, qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib yurgan ayrimlari viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga chaqirtirilib, ular bilan targ'ibot, tushuntirish, profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni damda ularga yo'l transport hodisalari aks etgan video lavhalar namoyish etilmoqda. Maqsadimiz avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarini oldini olish va bu orqali tezlik, qo'pol qoidabuzarliklarning ayanchli oqibatlarini tushuntirish. Bir yil davomida 40 dan ortiq qoidabuzarlik sodir etyapsiz. Asosan tezlik faoliyatingizda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanyapsiz. Olis manzil tomon yo'lovchilarni o'z manziliga yetkazish xizmatini ko'rsatyapsiz. Lekin bu harakatlaringiz xavfli, tezlikni oshirib, muntazam qoidabuzarliklar sodir etyapsiz. Sizda mana shunday tezlikni oshirishingizga nima sabab bo'lyapti? Sabab yo'q buni. O'zim qiziqqanimdan haydaganman. Tez haydagan. Oshirib qo'yganman. Yo'llarda mana borib kelguncha shuncha avtoavariyalarni ko'rasiz, xulosa qilmaysizmi? Xulosa qilaman. Avtomashinangizni nima sababdan qayta jihozlab olgansiz? Dvigatel va uzunlarga o'zgartirish kiritib, standart talablariga zid ravishda jihozlab. Qiziqishda bo'lganman. Sekin haydash kerak ekan, foyda buzmaslik kerak ekan. Men o'zim xulosa chiqardim, boshqa tez yurmaslikka. Yo'lliklardan avariyalar, hodisalarni ko'rganim sababli menga juda ta'sirlandim va shu sababli bundan keyin tez yurmayman va uzoq yo'lga qaytgan taksilarga ham shu tez yurmaslikni maslahat beraman. Yo'llarga ehtiyot bo'lib, sog'-salomat oilalaringizni bag'riga yetib olishlarini tilayman. Olib borilayotgan bu kabi ta'sirli choralardan xulosa qilib, yo'llarda o'zi va o'zgalarning hayotiga mas'uliyatli bo'lishga ahd qilgan ushbu vatandoshlarimiz o'ylaymizki, va'dasiga sodiq qolib, bugundan ijobiy tomonga o'zgarishadi.